Ha, aka keldingizmi? Bo'ldi, o'sha donda oxirgi podyezddan hozir tushyapman. Ha, tinchlikmi? Qayerga ketyapsan? Uydagilar kontrakt pulini berib yuborishgan ekan taksidan. Shunday tushib olibsiz o'rta? Ha. Alo. Ha, dada, oldim. Ha, rahmat, sanab oldim. Ha, 9 million 300 ming ekan. Xo'p, rahmat katta. Ha, oldingmi? Ha, oldim. Bo'pti, men ketdim. Shoshma. Qayoqqa ketyapsan? Muslima bilan uchrashuvga. Shoshmay turib birga ketamiz. Ketdikmi? Ketdik. Abdullohni uyg'otib qo'yaylikmi? Ha, bugun yakshanba, qo'y uxlasin. Ha, mayli. Ha, o'rta. Ketishga bo'lmasa bir PlayStationga borarmiz, ha? Ha, bo'laveradi, zo'r bo'lardi. Bo'ldi, xabarlashamiz. Qayoqqa borasan? Chipkiga ketaman men. Bo'ldi, bo'lmasa men Yangi bozorga ketaman. Ko'rishamiz. Bo'ldi, kechga ko'rishamiz. Gaplashamiz. O'zingni ehtiyot. Xo'p, seni. Iye, plastigimni oldimmi? Omadpani. Abdulloh, shu sumkani ichiga qora paketga o'rab pulimni solib chiqib ketdim. Sen shu yerda uxlab qolding. Men Aziz bilan ketganman. Sendan boshqa kim oladi pulni? Men uxlayotgandim-ku. Qayerdan bilaman senga pul kelganini? Azizdan so'raginchi. Ey inson, Aziz qanday olishi mumkin? Aziz men bilan birga ketgan bo'lsa. Nima baqir-chaqir? Tinchlikmi? Qayerdan olding bu telefonni? Qizcham sovg'a qildi. O'g'ri, kontrakt pulimni sen o'g'irladingmi? Qanaqa kontrakt? Qaytib kelsam kontrakt puli yo'q ekan, sen o'g'irlagansan, maraz. Men Qizchamni restoranga olib boraman deb turuvding. Qayerdan pul olding? uydagilarim jo'natdi. Aldamasdan to'g'risini aytsang berardim, o'g'irlamasdan. Balla tinchlikmi? Kvartira boshlig'ini ko'tarib yubordilar. Nima bo'ldi? Baqir-chaqir o'zi. Ha, tinchlikmi? Amaki, ertalab kontrakt pulim kelganini ko'rdingiz. Men bu yerga qo'yib chiqib ketdim. Qaytib kelsam yo'q ekan. Mana bu ikkalasidan boshqa kim olishi mumkin? Shular o'g'irlagan. Aqallarda endi ukalar ancha emas birga turgan bo'lsalar, birovni haqida qo'rqinglar, o'zlaring yaqin o'rtoqlaringni pulini o'g'irlaysizlarmi? Olgan bo'lsangiz siz qaytarib beringlar, unaqa qilmanglar, Sendan kutmagandim. Kiringlar ichkarida o'tirib gaplashaylik. Kiring. Nima qilmanglar, Endi nima degan odam bo'ladi mahalla kuyda? Bu gap qo'shnilarga yetib chiqsa, qo'shnilar o'g'ri ballab qo'yib kvartiraga deydi. Hammasi sizlardan o'zini olib qochadi, o'zini ehtiyot qiladi. Shatda gap shatda qolsin ukalar. Olgan bo'lsa odam qaytarib bersin. Birovni haqidan qo'rqinglar, Alloh ko'rib turibdi-yu. Qilgan ishlaringni qaranglar. Shuncha yildan beri shu kvartirada billa turib, billa yeb, ichib yotibsizlar. Shuna ish qilasizlarmi endi? Hozir bitta ish qilamiz. Hammamiz tashqariga chiqamiz-da. Shu xonaga hamma bitta kirib chiqadi. Stol ustiga o'g'liga pulni qo'yib qo'ysin. Shunda hech kim bir-biri bilan gumon qilmaydi. Kelishdimi nima deysizlar? Amaki, pulni olib kelganini ko'rdim-u, lekin o'g'irlash xayolimga ham kelgan yo'q meni. Men uxlayotgandim, qanday olaman pulini? Amaki, bu ikkala iflos umuman tan olmaydi. Bularda vijdon bilan insof bo'lganda meni pulimni o'g'irlamasdi. Amin. Kim olgan bo'lsa ham u dunyo rozi emasman. Senlar bilan turgandan ko'ra ko'chadagi David bilan tursam yaxshi edi ekan. Jo'ram, jo'ram, nima qilmayman? Ol qo'lingni. Uka.